Bugun biz siz bilan muhabbat mavzusida gaplashmoqchimiz. Bu haligi muhabbat deganda bizda ko'pincha yigit bilan qiz o'rtasidagi sevgi tushuniladi-da. Mana mavzu. Yoshlardan kelgan savollar turkumida uylanishdan oldinga aytilishi kerak yoki uylangandan keyin aytilishi kerak bo'lgan ba'zi gaplar bordir. Muhabbat sababi nima? O'z aslida ko'p sabablar sanaladi, hammasini o'z ichiga oladigan 3 ta sabab bo'ladi. Hozir shuncha 40 kunlik qilganimni bir pul qilamanmi deb uyqungiz yetmay qolar ekan. Sen o'zingni sevingga shuni ravo ko'rasanmi? Kelar nima o'ylab o'tirsiz? Albatta xotin o'ylab o'tirmayapman. Men bu yerdan bitta foyda va bitta zarar ko'ryapman-da. Mana shu yigit bilan qizlarning o'rtasidagi narsa ham aslida bir-biriga nisbatan kerakli tuyg'u. Benikoh munosabatlar nimaga olib keladi? Xo'p, sevib qopti. Nimaga sevmash kerak? Voqelik biz o'ylagandan ko'ra yomonroq bir holatda, ya'ni gruppasidagi bitta qiz bilan mana shunaqa yozishgan deb qolishdi-da. Unashtirdingizmi? Ichini yana ham qizdirdingiz. Yana ham yaqinlashtirdingiz. Imkoniyatlarni yana ham yengillatdingiz. Endi tezlating. O'z maqsad nima? Hozirning gapida borini sevib kelgan, sevib kelgan uylanganda. Hozir endi egovlab, ramdalab bir narsa qilarmiz-da. Muhabbat bor joyda unaqa g'urur bo'lmaydi. Sevma demaydi. Faqat sevgini ro'kach qilib, harom xarish yurma deydi. Xulosani doimiydek o'quvchini o'ziga qoldiramiz. Alohida mavzu.